Salom obunachilar, bugun sizlar bilan kichkina mini qishloq topishni o'rganamiz. Buning uchun kod yozamiz. Kodning sodi 999 bo'ladi va ketdik. Mana biz yangi qishloqda ham paydo bo'lib oldik. Endi esa menimcha jincha sho'xlik qilsak yaxshi bo'ladi. O'tgan safargi video ham yaxshi chiqibdi. Tepaga chiqamiz, o'ynani sindirishga harakat qilib, buzib kirishga harakat qilamiz. O'ynak sindi, bu yerda tushish yo'lagi bor ekan, shotidan tushish kerak ekan, pastga tushish uchun. Qani let's go, tushamiz unda. Bilet tushmayapti. Mana yoqda ham xonasi bor ekan. Svet o'rnatamiz bag'iga. Qani nimasi bor ekan bag'ida? Hech narsasi yo'q ekan lekin. Yengil pastga tushib berishga harakat qilamiz. Nimaga qatib qoldi bu endi? Voy, onasini yemsin. Ketdi. Bo'ldi, tamom. Tugadi. Demak, odamlar qo'yishni boshlaymiz. Shotini sindirib tashlashga harakat qilamiz, chunki pastga tushish kerak emas. Tepaga ham chiqish kerak emas. Odamlarni yaxshilab to'ldiramiz. Bu nimaga kerak? Odamlar degan bo'lsalar, odamlar kometdan chiqib o'zimiz qochib ketamiz. Bu o'rmonchalarda uy atrofiga mushak qo'yib, uni nima desam bo'ladi, portlagich qo'yamizda, portlatamiz. Qani nechtasi bo'larkan? Tirik qolganini asrab-avaylab cho'tki modlarini qo'shib berib, nima desam bo'ladi? Xullas xursand qilamiz. Ikkita chiqib qolsa ikkalasi ikkita odamchalar nima desam bo'ladi? Tabriklaymiz-da xullas. Bu to'g'risini aytadigan bo'lsam, videoyim nechinchi video desam bo'ladi. Video ko'p, lekin o'zimda ovozimni qo'yib olishim bir ikkinchi yo uchinchi videoyim bo'lsa kerak. To'g'risi gapirishga qandaydir gapim to'g'rilmayaptimi bilmadim. Qandaydir o'xshamayapti nimagadir. Yo birinchisi uchunmi, ammo oldin ham video ishlab chiqqanman, vaynlarim bor. Ancha video ishlab chiqib qo'yganman. Endi qani bombani olamiz. Ting-ting-tingda. Qani bular to'ldirib chiqamiz endi. Ichkariga bitta qo'yamiz, tashqariga bitta qo'ysak o'zi yetar ekan. Tashqariga o'ynalarni oldiga qo'yib chiqamiz asosan. Chunki o'ynani ichiga o'tishi osonroq bo'ladi portlaganda. Pastga bitta qo'ysak, eshikni yopamiz endi. Oldiga ikkita qo'yib qo'ya qoldik. O'zlar tashqarida ikkita odam qolib ketibdi. Ularda atrofini endi chiqib ketgan hisobiga jazolaymiz endi. Hamma joyidan to'siq qo'yib, to'siqlab yopib tashlayman. Buni bitta sutekchani ham berkitib tashlasam, shu bilan bu ham berkiladi va bu ham portlaydi. Chiqib yurib ketmasa bo'ldi-da. Shuni o'ylab turaman. Nashtga qamaymiz endi tezroq. Ulgursam, bag'iga bitta burchakka, ulgurdim. Yashasin O'zbekiston. Bag'iga qo'yamiz. Yana bag'iga qo'yamiz. Endi sekingina portlatib, yo'q. Voy, vohli portlatib qo'ydim olmayimcha. Qani nechta odam qolar ekan tirik. Odam mayli, uni uyda yarmi ham yo'q ketibdi mana yoqda. Nima ham derdik endi? Mana yoqda hayvonlar bor. Vaqtda yana nimadirlar bor. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi video ishlab chiqishga harakat qilaman.